insonga baraka keladi-yu, topish tutish ko'payadi-yu, ozgina bosar tusarni bilmay qoladi-da. Ko'zini oldini ozgina tuman bosib qoladi. Ya'ni meni fikrim bo'yicha ertangi kunni esidan chiqarib qo'yar ekanda. Ertangi kun to'g'risida o'ylamay qo'yar ekan. Menda ham xuddi shunaqa narsa bo'ldi-da. Bo'shashib qoldim. Eski ahadni qidirdim. Eski ahadni topish uchun kechagi kunimga qaytishim kerak edi. Bilasizmi nima qildim? Metroga tushdim. Metroda o'tirganimda ro'paramda orzuga to'lgan, motivatsiyaga toshgan jaydar yigit o'tiribdi. Ana o'sha eski ahadni unda ko'rdim. Uni olamiga ozgina mentalni kirib ko'rdim. Nimani o'ylaganing kecha metroda o'tirganingda, bugun to'g'risida o'ylaganing. Demak, ertangi kuningga shukr qilishni o'rgan dedim. Ana o'sha yerda o'zida fikr qilib, tepaga chiqib shukr qilishni boshladim. Demak, agar menga o'xshaydigan bolalar ozgina bo'shashib qolgan bo'lsa, kechagi kuniga bitta qaytib ko'rsin-da. Pishkom yurib ko'rsin, kechagi o'tirgan joyida yurib ko'rsin. Bu naturi уже ertangi kunga sirasi smysl paydo bo'ladi.